Agar Alloh bersa berdi, bo'lmasa yo'q qabilida ish tutishadi. Bilasizmi, yana qanaqa bahonalar to'qiymiz? Agar ish bersa berdi, bermasa hammasi Xudodan deymiz. Hech qayerda sen yotib uxla, men olib kelib beraman deyilmagan. Qayerdan bunaqa gaplarni o'ylab topishadi? Ayniqsa bizda, Sharqda. Agar mabodo ish berib qolsa, buni men qildim deb ko'krak keramiz. Odamlar Allohning himmati sari, tushunyapsizmi? Choy qoshig'ida borishar ekan. Bu narsa esa insonning saviyasi pastligini bildiradi va g'oyatda kichkinaligini ham. Agar kishining saviyasi, ya'ni fikrlash doirasi past bo'lsa, Xudo unga ko'p bermaydi. Demak, boylikning orqasidan yugurish shart emas, faqat o'z ustida ko'proq ishlash kerak. Bizlar nima qilamiz? Ertalabdan kechgacha ishlaymiz. O'z ustimizda esa hech ishlamaymiz. Boya yuqorida 3 odat va 3 qoidani ataylab aytgandim. Bu shuni anglatadiki, 1 yil avval qayerda turgan bo'lsak, hozir ham mana shu yerdamiz. To'g'ri emasmi? Balki o'z ishingizda mutaxassisga aylangandirsiz, lekin o'zingizga bo'lgan munosabat o'zgargani yo'q. Agar inson fikrlashini o'zgartira olsa, bu haqiqiy mo'jizaga teng. Ishonchim komilki, har qanday odamga iste'dod berilgan. Bizlarga shunchalar qobiliyat berilganki, ming afsus ko'plar nimalarga qodirligini bila olmay bu hayotdan o'tib ketadilar. Ular bu hayotda nima qilishlarini bilmay, bemaqsad o'tib ketadilar. Juda ko'pchilik bu hayotda o'z o'rnini topa olmas ekan ham. U ishga urinib ko'radi, bu ishga urinib ko'radi, yana unisi, yana bunisi, yana nimalarnidir qilib ko'radi. Shu bilan 50 yoshga kiritdi. Va o'zi ham bilmaydi qanday yashadi, nima uchun yashadi, nimaga erishdi, umuman tushunarsiz. Bu bilan nima demoqchiman? Inson o'zini kuchli tomonini topishi va nimani yaxshi uddalay olishini aniqlab olishi lozim. Shu orqali hayotga ko'proq ezgu narsalarni berish kerak. Inson bu hayotda biror narsani olib boyimaydi, balki aksincha o'zidan nimadir berib boyiydi. Agar sen dunyoga qanchalik qiymatli narsa bera olsang, evaziga shuncha ko'p boylikka erishasan. Bu hayot qonuni. Bu xuddi dehqon mehnatiga o'xshaydi. Dehqon qanchalik yerga mehr bersa, shuncha ko'p hosil oladi. To'g'rimi?